yana o'sha qotil klonlarni chaqirib ko'ramiz. Va esingizda bo'lsa, bundan oldingi qismda biz birinchi qotil klonni chaqirgan. Va u klon bizga chemadonni tashlab ketgan. Va ana endi bu videoda esa biz yana bir qotil klonni chaqirib, o'zi nimaga qotil klonni borligini va Sardorni qayoqqa o'g'irlab ketishganini aniqlamoqchiman. Yo'q, buni qilishma. Darknet 3-qism. Klonlar haqiqati. Va ko'rib turganingizdek, do'stlar, biz dachani chiqaramiz va qorong'i tushni ham kutib oldik. Va endi bo'lmasam, O'zimizni an'anamiz, har doimgi sodiq qolgan holatda Darknet saytiga kiramiz hozir. yo'q qilmaymiz, ko'rishmaymiz, kelmaymiz deymiz. Bu yana okey. Menga rostdan ham qiziq. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga bu klonlar vaqtida bor va ularni maqsadi o'ldirish bo'lsa, nimaga o'ldirmayapti ular? Biz buni oxiriga yetishimiz kerak. Va shu bilan bir qatorda chemodanchi nima bor va Sardor qayerda? Bu savollarning hammasiga javob topishimiz kerak. Va bu uchun esa biz hozir yana o'sha Darknet saytiga kiramiz. Do'stlar, men bu videoni o'sha dahshatli saytga kirishdan oldin yozaman va do'stlar, meni yaxshi eshitdinglar. Biz bu Darknet sonini 3-qismini olamiz va aynan mana shu qismdan nimagadir juda ham qattiq qo'rqaman, chunki o'tgan safar mana bu klon yo'limizgacha keldi. Va albatta do'stlar, men mana shu Darknetga aloqador videolarni, ya'ni qo'rqinchli va eksklyuziv videolarni sizlarga juda ham ko'plab olmoqchiman va aynan mana shunday videolar o'tkazmaslik uchun hozir obuna bo'ling va albatta Darknet bu 3-qism bo'lsa, 4-qismi ham bo'lishi kerak. Va Darknet 4-qismini ko'rib, xuddi bir kino ko'rgandek bo'lmoqchi bo'lsanglar, albatta hozirroq like bosinglar, chunki 99 ming like va shu videodan davom chiqadi. Stop. Balkim biz shunda haqiqatan ham juda ham bir dahshatli joylarga yana bir borib ko'ramiz. Balkim o'shdan klon chaqirib ko'ramiz. Masalan, Tashindiq bino yoki balkim Yevropadagi juda ham qo'rqinchli joylargadir. Aytgancha, agarda biz Yevropaga boradigan bo'lsak, albatta aviasales.uz dan foydalanamiz. Chunki aviasales.uz da biletlar juda ham arzon va kassadan tezroq. Va do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytini Clones degan bo'limni ochib oldik va bu mana shu bizani dahshatga solayotgan bo'lim. Menyuyimizda nimalar bor? Bizda tralalala bor. Ko'rsatmalarda 9 yoshida sirkda yo'qolib qolgan, 14 yoshida birinchi marta ruhiy kasalxonaga tushgan. Oqartirilgan klon niqobi bilan tunlari ko'chlarda paydo bo'ladi. Buni men hech chaqirmagan bo'lardim. Xo'p, dayta men eng past ishini, eng past qanaqa qilib ekan? U eng past shoshimam qanaqa? Ismi Dahshat ekan. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijasi 26. Eng ko'p odam. Rekord. 26 ta qanaqa bo'ladi 26 ta odam? Balkim 29 ta bo'lar kelgandan keyin. Naqdini orasan qilma. Ayniqsa oxirgisidan keyin men to'g'risi bularni qanaqadir kvestdagi aktyor deb o'ylagandim, lekin ular rolni yaxshi o'ynayotganimcha. Hammanglar aynan bu dahshatli ko'rsatmalari ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bitta klon qaytib kelgan, lekin u endi odamga o'xshamasdi. Davayt mana shuni chaqiraylik. Uncha qo'rqinchli ham emas ekan. O'zbekcha ekan ismi. Всё. Dahshat. Qarayda lekin. Svet o'chib qoladi yana. Da, voy biladi-da. Bosib ko'ramiz svet o'chadimi yo'qmi. Svet o'chsa men yo'qolib qolishim mumkin. Mayli do'stlar, bo'lmasa mana shu dahshat degan klon tanlaymiz. Ketdi, tanlashni bosdim. Bu nima? Bu вообще boshqa klon tanlab qo'ydi do'stlar. Kobra. Boygi joyda bormidi bu? Bilmayman, bu Bosib oldingmi menimcha? Yo'q, men bosganim yo'q. Sayt bunaqa xato qilish kerak emas. Ya'ni bu narsani biz zapisdan qolamiz, odamlar ham ko'ryapti. Bitta boshqatdan chiqib kirsa bo'ladimi? Da, bo'lsa kerak. Mana qarang. Xuddi mana shu dahshatni qaytarib bosaman. Baribir shunga, yana shunga olib kirdi. What the hell? Qarang, balkim sayt bizlarni mana shu klon chaqirishni qo'rqayotgandir. Balkim. Bu klon haqida ko'rsatmalar bor ekan va buni o'qiymiz. Bolaligida Jek ismli bola sirk Jek, unaqa ism yo'q O'zbekistonda, u hammanglar. Bolaligida Jek ismli bola sirkdagi klon bo'lishni orzu qilardi. Bir kun sirkdagi baxtsiz hodisada uni oilasi halok bo'ldi. Jek bu voqeani ko'tara olmadi va ruhiy kasal bo'lib qoldi. Yillar o'tib, u yuzini klon bo'yog'i bilan yashirib, odamlardan qasos ola boshladi. Shundan keyin uni qotil klon deb atashdi. Yuzlarim pishib, etlarim. Buni Isos bilan o'zlari topgan. Ismi Kobra. Jack emas. Birinchidan bu yolg'on, menimcha ma'lumot. Ikkinchidan yoshi noma'lum. Ma'lumot yo'q. Bo'yi 1.74, natijasi 6 ta. Lekin rasmini qarang, birinchi marta buni qarang, yaqindan oling. Yaqindan qo'rqinchli ular. Xo'p, biz baribir любой bitta klonni baribir chaqirmoqchilik. O'rniga baribir sayt shuni chaqirishni xohlayotgan ekan, chaqiramizmi yo'qmi? Давай go. Rozimisan? Mayli, davay. Qaranglar deyman, faqat meni nomerimni yozamiz. Ketdimi? Ketdi. Svet o'chadi hozir. Tayyorlanish kerak. Rostdan. Давай. Svetlar yoqib qo'yinglar bolalar. 3 2 1 chaqirishni bosdim. Nima? Tashqarida bitta masxara o'z yuribdi. Shoshma, qani, kel. Ular ko'gini o'zlashtiradi do'stlar. Fikri shu kesa xursand bo'ladigan bo'lib qolamiz. Do'stlar, chorlar yo'q qolamiz.
Va mana bu tunda ko'rgan kamerani olamiz. Qani qayerda? Tashqarida u. Chiqmay. Chiqish jinnimisan? Qanaqadir tayog'i bilan uradi hozir. Qanaqasi ko'radi? Do you speak English? Brat kimsiz? Sochini qarang uni. Boy rasmdagi odammi? Yo'q, qoch! Shoshma. Brat, nima qo'laysiz? Aytdim sizlarga chemadonni so'rayapti bering. Ya biz chamadonimiz, ya chamadon. Qanaqa chamadon? Nima? Sardor qayerda? Sardor. Bular. Bu ana pastga sakrab ketdi. Yo'q qilyapti. Qo'ydi. Do'stlar bu nimadir chizyapti pastda. Jinnimi bu? Bilar, gamitaga eng qiziqsiz sochlar ketadi. Shoshmanglar. O'rtoqlar, xuddi shuni aytsam, men xuddi shu payt ichkarida ham qanaqadir klon bor deb o'ylayapman. Chunki bu odam ichkaridan ovozlashtiradi. Sizlarga eshitmayapti, lekin menga eshityapti. Bilmayman, men qo'rqaman o'sha. Yarim kechasi men bu yerda qanaqadir ritual qo'yibdi klon. Yo'q, men bilan bo'layotgan yoqmayapti bu real. Yo, xo'p, menga yoqibdimi? Yo'q, menga ko'proq yoqmayapti-da. Do'stlar, bu normal narsa emas. Qarang, nimadir yoqyapti rostdan ham. Gamitaga sochingiz yoqirdi. Yulduz chizib hozir. Yo'q qoldi. Hey! Nima bilan qo'yinglar bolalar. Maqsad, men yo'qligini kelishib oldinglarmi? Yo'q, brat, sochidan qattiq yulib yubordi-da, shunga boshi og'riyapti. Sochidan yulsa boshi og'rimaydi-ku. Seryoznimi? Gamitaga seryoznimi? Ham yurgan joyi bor edi, bilan ko'zim. Turing. Shoshmanglar do'stlar, nimadir bo'lyapti Gamitaga. Normalmi hammasi? Bilan ko'zim og'riyapti. Ko'zingiz nimaga og'riydi? Boshim ham og'riyapti. Nima? Ko'zim o'tirib ketayotgandek bo'lyapti. Shoshma, sanam ko'ring. Gamitaga, hammasi normal emasmi? Men mana shu o'taman. Do'stlar, bu вообще normal narsa emas. Ichimda kimdir bor-da, jigar. Aka qo'ying. Men qo'rqaman, klon qani o'sha yerda. Kimga kerak bo'lmasa? Kimga kerak? Unga kerak chamado. O kim bo'lmasa? O'zi sizlarni topadi. Nimadir qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Hozir uni urganimizdan keyin qanaqa qilib Gambitni qaytaramiz? Unaqa qo'rqinchli bo'lib qoldi ko'zlari. Gambit nima qotdi o'zi? Hamma xonada kamera bor. Ha, qo'tkashini qarang. Bu do'stlar, bu вообще jinni qilib tashyapti odamni. Gambit nima qilmas edi? Yoki Gambitdan bularga qo'shildi. Ya'ni mana questga o'xshagan joyga qo'rqitdi. Yoki bular rostdan nimadir qotdi. Men qo'rqib ketyapman, bilet. Dayt Gambitdan xabar olaylik-chi. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz Gambitdan xabar olamiz, chunki bilmayman Gambitga nima bo'lyapti, bilet. Bizani o'zimizni svoy bo'lib, dashaga kelganda bunaqa emas edi. Mana svetda ham yoqishga hech harakat qilib ko'rmaymiz, biz, ha? Rozimiz shu qorong'iga. Xullas, Gambit mashitdi. Prekin boshi bilan shuna qo'rqot eshikka. Mana. Shunaqangi darajada jinni qilib qo'yadimi odamni? Bilet, yo'q, ochilmaydi. O'rtoqlar, nima jinniliklar bo'lyapti? Bilet ochilmayapti. Nima, pichoq olib keling? Ber. Ochil, ket. Все. Do'stlar, bu goblin o'yinchog'i bu. Shoshma, mana bu daftarga qara. Qara, ichini olga. Do'stlar, buni ichida nimadir yuribdi. Va shoshma. Bu o'yinchoq-ku mayli, qanaqadir qonli o'yinchoq, lekin mana bu daftar nima? Stop. Balkim bu ular uchun qanaqadir muhim bir daftar, balki ular shu daftar uchun ko'rishadi, shuncha o'zini qiynab. Yana qarang. Xuddi mana shu narsani boy ko'chaga tizgandi. Xuddi mana shu sehr Gambitga o'tgandi. Demak, bu yerda nimadir bor, ha? Da. Nima? Demak, chamadonni ochibsizlar. Nima? Gapiga tushunmayman. Nima? Yaqinlashma, bilet, yaqinlashma. Chamadonni ochibsizlar. Demak, chamadonni ochibsizlar deyapti. Ne Gambit? Hop, nima bo'ladi chamadonni olsa? Qara, yana ketib qoladi, ey. To'xtagina, qara ketib qolishini qara. Do'stlar, bu ezord bu nima? Voy! Yo'q, oyog'im og'riyapti, bilet. Yo'qol, tegma menga, bilet. Tegma menga, bilet. Tegma. Bilet.
Kimsan ey? Unaqa qilma, urmayman ekan. O'rtoqlar omon akani quvlab ketdi. Men masjidga bekinib turaman, omon aka kelgungacha. Ay, блядь! O'rtoqlar, pastdan ovoz kelyapti. Ay, mana qo'yinglar. Ay, o'rtoqlar orqalari ushilib ketdi, блядь. Bular o'rtoqlar omon akani menimcha basseynga tashlab yubormoqchi. Nima? Do'stlar, bunda nimadir bordi. Yig'layapti. Stop. Men qochib ket. Shoshma. Bu nimaga yig'latdi? Kim? Ey! Kimdan qasd olmoqchisan? Muncha qasd olaman desam biladi. Kelganingdan beri faqat qasd olaman. Nimadan qasd olasan? Biz senga nima qildik? Seni yaxshi ko'rganing bormi? Kimnidir yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'rasanmi? Onamni. Otamni. Tinchgina sirkda ishlardik. Sirkda ishlarding? Sirkda. Yo'qolishdi sirkda. Sirkni yo'q yuborishdi? Xo'p, sen shu odam o'ldirasanmi? Ularni ham yo'qolishdi. Sizlar hammang. Do'stlar, Mana oilamni ajratgan odamlarni oilasi bo'lish kerakmi? Yo'q. Bo'lmaydi. do'stlar, umuman hech qanday tushunmayman. Nima bo'lyapti? Tushuntir. Sizlar qotilsizlar. Kir. Oyog'ingdagi qaramaysanmi? Tur. Bo'ldi, kelayman. Chiqib qolsan. Qanaqa nima? Ey, tur kelayapti bo'laga. Ketavering. Mana qara, tur ketdi. Ey, tur. Ketdi, bled. Qandays? Uxlab qolma, bilmayman. Nima bo'ldi o'zi? Hazillashasizmi? Mana qarang. Siz nima bo'ldingiz? Hazillashasizmi? Yo'q, men tursam uxlab o'tgan ekanman. Qanaqa uxlab qolganimni bilmayman. Qara shovqin suron keyin pastga tushdim, men nima qotdi? Do'stlar, mana shu tushunmayman, do'stlar nima bo'layotgan? Do'stlar, mana shu tushunmayman nima bo'layotgan. To'g'risi. Mana bitta qo'lni qaranglar, ol. Nima? Mahallaga bergan yordam. Shu edi. O'zlaring yordam bera olmayman. Nimaga yordam beraman? Bilay, bu jinni Yordam oyog'imni sindirib. Nimalar bor? Nima qildinglar? Nima hamma yog'ing chang o'tibsan? Men tushunmayman. Birinchidan, Gambit aka bilan bo'lgan narsa qattan bilay o'zi turpayda bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? Qattan keldingiz? Prosta uyg'onibman, so'raman, hammasi yaxshi. Soat 10 bo'ldi, tur. Ish boshlanib ketdi. Hamma uchun hazil. Men anu bilan yuguray, men anu bilan urishib yoki men ursam bilay. Sizlar qarab turinglar, sizlarga hazil. Qani xo'p, klon qani? Stobek klon kitob olib ketmadimi? Ha? Qanaqa kitob? Siz hali shu darajada bilmaysizmi cholani? Hali endi sizga Svet yondi. Da. Svet yondi degani klon ketdi degani, to'g'rimi? Da. Stop. Sizlar o'zinglar tashqariga chiqinglar, tashqariga qidiringlar, klon keldimi yo'qmi? Dayda boringlar. Nima balo bu ishinglar, nimalar bo'lyapti? Taqir-tuqir bo'lyaptimi, ha? Все. Oy bra. Daftar joyida. Va bu degani demak klon daftar olmasdan ketdi. Bo'lmasa nimaga ketdi? Nima bo'ldi? Gapirib ber. Siz hushingizdan ketib qoldingiz-da. U quturib ketdi. Seni o'ldiraman. Bilan qo'rqitib o'rmang unaqa. Qani klon? Yo'q, hech qayerda. O'zi topib kelardi-yu, hata bizni ko'rmaganimizda. Do'stlar, klon ijodiy. Mana prosta dasham olgan mana shundan. Sardor nima bo'ldi? Sardor yo'q hali ham. Shu boshidan beri Sardor yordam so'radi, shundan keyin yo'q. Rostdan Sardor ovoz qayerdan keldi? Men aytaman-ku, boyiga gap, u ovozini o'xshatgan prosta. Mana shu qo'lingdagi kitob? Aka, siz bu kitobni ham bilmaysiz. Keling tushuntiraman. Chemodanning ichidan mana shu kitob chiqdi Gambit aka. Esizdami men bu yulduzni chizgani? Bilganlar biladi bizniki. Bu daftar nomi o'lim daftari ekan. Va bu yerda yo'qolgan bolalar kundaligi. Ya'ni bilasizmi nima deb o'ylayman? Men o'ylashim bo'yicha bu barcha klonlar yo'qolgan odamlar. Ya'ni saytda ham esingizda bo'lsa, natija deganda 3 ta odam, 6 ta odam, 7 ta odam yozilganda. Esingizda bormi? Bu 7 ta odamni bular o'ldirmagan. Bular yig'ib, miyasini chirtib manqurt qilib klon qilgan. Shoshmi? Ya'ni shu orqali juda ham ko'p qotil klonlar paydo bo'ldi. Qarang, men ismi ham turibdi. Shoshma. Menimcha bu mana shu masxarasi haqida ma'lumot. Xo'p, o'qiymiz. Kobra. Boyagini ismi va boyagini yuzi. Bu klon bilan muammo qilmang, chunki uning qasosi yolg'iz bo'lmaydi. Butun klonlar jamiyati sizga qarshi chiqadi. Muammo qilmadinglarmi ish qilib? U chemodonni so'radi, biz chemodonni bermadik. Ichidagi narsa qani dedi, kitob dedi. Do'stlar, menimcha bu boya kitob ochgandan keyin qayta olmaysan deb hazillashmadi, ha?